Nima Odil aka? Nimaga keldingiz? Kechirim so'ragani keldim. Kechir meni, xato qildim. Ha, yo'q, xato qildingizmi? Ha, iltimos. Faqat kechira qol. Xohlasang tiz cho'kib kechirim so'rayman. Xohlagan narsangni qilaman. Faqat Kerak emas. demak, meni kechirding-a? Yo'q, kechirganim yo'q. Nega? Axir men seni sevaman, tushun. O'sha kuni ishimda muammo chiqib turgandi. Nima deganim, nima qo'yganim ham esimda emas. Sal asabda bo'lganman-da. To'g'ri, iltimos kechira qol. Ha, esingizda yo'q-a? Demak, men sizga eslatib qo'yaman hozir. Xullas, siz o'sha kuni menga haqiqiy yuzingizni ko'rsatdingiz. Unaqa dema, noto'g'ri tushunyapsan. Insonni o'ziga xizmat qilayotgan odamni muomalasi uni haqiqatdan kimligini ko'rsatib qo'yadi. Siz o'sha ofitsiant qizga qilgan ishingiz bilan o'zingizni kimligingizni bildirib qo'ydingiz. Men hech qachon sizni yordamga turmushga chiqmayman. Boshqa meni yonimga umuman kelmang. Dilnoz, to'xta.